Hop, lentali drobilkani katta variantini so'raganlarga o'sha kattaroq variantini olib chiqib qo'ydik. Lentalari ham anchagina katta, oddiysiga solishtirganingizda lentalari anchagina katta drobilkamiz. Hop, bular 3 fazli motor qo'yib ishlatsanglar ham bo'laveradi. O'zida bir fazali motor qo'yilgan. Hop, 220 tokda ishlaydi. Hop, оборотлari 3500 оборот, motor kilovatlari 6,5 kilovatlik motordan qo'yilgan. Hop, tepasida datchiklar bor, o'zingiz tokkingiz ko'rsatib turadi qanchaligini. Hop, skoroslari, ikkita skoroslari bor. Lentalar, pichoqlarga keladigan bo'lsak, pichoqlari 6 qator splashniy pichoqlari bor. Bu tarafda 7 qatorli qo'shimcha pichoqlari bor. Makka poyani o'sha sutasi bilan tiqib ham o'sha maydalar chiqarib beriladi, lekin faqat o't mahsulotini chiqaradi, don mahsulotini chiqarmaydi. Hop, buni narxiga keladigan bo'lsak 5,800,000 so'm qilib beramiz. Hop, pastda nomerlar qoldiramiz. Kimga drobilkamiz qiziq bo'lsa, aloqaga chiqishlari mumkin.